Dilmuz Sanfi filialiga novinka tovarlarimiz keldi. Joyda men sizlarga mana joyda hali do'konga kirmasdan turib, men sizlarga obzor qilib beraman. Oq rasvetkasini kiyib oldim qizlar, qaranglar. Sarpaga, kundalikda kiyishga mazza qilib kiyasizlar. Rasvetkalariga to'xtalaman, tez gapiraman, sababi qizlarimiz tez tovarlarni olib kirish kerak. Shunaqa chiroyli rasvetkalarda kelgan, yoqalarini ham ko'rsatib qo'ying. Mana juda ham akkuratni yoqaladi. Oldilari shunaqa tumacha qilingan qizlar, yeng qismlari shunaqangi chiroyli puxla qo'yilgan, to'kilib ketmaydi. Katishko bo'lmaydi, razmerlari standart, 3 xil rasvetkada. Shunaqangi oqi kelgan, shunaqangi oranjlisi va shunaqangi chiroyli qora rasvetkasi. Bemalol sarpaga va o'qishlarga kiysanglar bo'ladi qizlar. Ustingizda juda ham chiroyli turadi. Mana ustimda turishi вообще asal narsa ekan. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha dastavka xizmatlari ishlayapti. Do'konimizga kelib ham kiyib ko'rib xarid qilishinglar mumkin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va eng yaxshilarini sizlarga ilingan holda Dilmuz Sanfi filialida kutib qolamiz. Ulgurib olinglar, novinkalarimizga kelishdan to'xtamayapti.